Hem flashning elementi olsa, o başqacha ayrım qavatlanadi. Masalan, birli katıqda, birli vaqt o'qida, ya'ni birli maydonda bir qancha dona flash elementi olsa, birli katıqda, birli qavatda, birli maydonda bir qancha dona element olsa, masalan, ma oldingi element qo'ymavi. Bundaq elementlar olsa, bu elementlar o'zaro mush flash tizmasiga o'xshamagan holatda qavatlanadi. Ya'ni ma'ni bundaq tanlab, ya'ni kesib elitmasam, oqisini kesib elitilmaydi. Biz flash tizmasida undaq ishni hal qilish uchun cho'qim qavat qurishimiz kerak-ku. Mana unda qavat qurib yurmaymiz. Ya'ni ma'uni yoki bo'lmasa boshqa ranglikdan birini tahrirlayli. F8 qo'shqanning yoq ma'u ikkisini menda qavatlaştirdim. Hem xalqa vaqtda men oqiga o'tkazib talayman. Xalqa vaqtda oldiga o'tkazib talayman. Bu flashning elementlari qarta qavatlanishi bo'ladi. Demak, bu flashning sizmasidan ilg'arroq bir xil qavat hosil qila oladi. Yana flashning qavat maydonlara o'zaro qavatlasha oladi. Maydonda o'zaro qavatlasha oladi. Navbatga birinchi maydon, ya'ni birinchi sahna. Yana bir sahna qo'shsam agar, mayat maydon deb turdi-ku. Agar yana bir sahna qo'shib qolsam, maya qo'shman degan sahnada yana birini qo'shib qolsam, bu endi maydonlar ara qavatlasha oladi. Ya'ni birinchi qavat ma'u, ikkinchi qavat ma'u bo'ldi-ku. Xalqa vaqtdan ikkinchi maydonni men uning ustiga qo'ya olayman. Birinchi maydonning ustiga qo'ya olayman. Demak, u vaqtda bu maydonlar ara o'zaro qavatlashgan bo'ladi. Hozir mana birinchi qavat ustiga o'tdi, endi ikkinchi qavat ustiga o'tdi. Demak, ma'u qavat birinchisi birinchi holatda turdi-ku, eng boshligisi. Bu yerdan bir qavatlashib Onundan başqa flash yani meydan ara qavat hosil qilgandan sirat programma ishchi qavat hosil qila oladi. Yani avval qaysi programma ijro bo'ldi, keyin qaysi programma ijro bo'ldi. Yoki avval bizga ijro qilib chiqargan programma qaysi, oxirgi programmaning ijro bo'lish tartibi qaysi. Masalan, birinchi qavatga yozgan programma, masalan bir stop degan buyruqni yozib qo'ygan bo'lsam, o albatta ikkinchi qavatdagi programmadan oldin ijro bo'ldi. Agar men mayag bir qavat qo'shib, ostin qavat qo'yib qo'ysam, mana bu stop degan programma ma'noning ichidagi programmadan bir qadam ilgari ijro bo'ladi. Yoki bo'lmasa vaqt o'qida xohlagan bir katikni qurib, bu katikning ichida yana bir program yozib qo'ygan bo'lsam, masalan, birinchi qavatdagi birinchi katikdagi eng ustidagi programmadan keyin ijro bo'ladi. Herkes birli vaqtda ijro qilmaydi. Avval ma'ni o'qiydi, o'qib uning ostidagini o'qiydi, ostidagi program bo'lmasa ma'ni o'qiydi, undan keyin mashta tartib bo'yicha ma'noda. Flashninki programmasida qavat unumi bor, qavat iqtidori bor, ya'ni qavatlashish ta'siri bor. Endi biz mush flashning qavatlari to'g'risida azvaylab bir muncha narsa so'zildik. Men hozir 7 qavat chiqarib aytdim-ku. Texi bu flashning qavatlarining ichidagi qismen bir qismi. Buningda murakkab oldiki, murakkab qavat, qatlamli qavat, qismen qatlamli qavat deydigan qatlam qavatlar bor. Bu qavatlarni barbara dars so'zlash jarayonida tushunib qolasizlar. Bu yerda qavat degan zot nima deydigan bir qarash kallamizga keldi. Qavat degan bir narsaning o'zaro ustun-ustunlanishi. Mayli u programma bo'lsin, mayli u bir rasm bo'lsin, mayli bir element bo'lsin, mayli bir sizm bo'lsin, yoki bir maydon bo'lsin, o'zaro faqat ustun-ustunlanishi. Masalan, uyning qavatkorimiz-ku, bir qavatlik uy deymiz. Agar uning ustiga uydan yana birini qavatlab qo'ysak, ikki qavatlik qatlamli uy bo'ladi bu. Masalan, yotgan ko'pni bir qavat qilib tizib qo'ysak, bir qavatlik ko'p, masalan, osti bir yak mehmondoshlik qilsak, birlik ko'p sepasi, yalan ko'p sepadi deydi. Endi agar ikki ko'p sepasi, voy qat-qat ko'p sepadi deydi. Buni qavat shunday-ku. Qavat. Mushu har bir narsa qavat ufqum bilan ta'sir qiladi. Flashning programmasini shunday zil tushunisizlar. Flashning qavatlarini ham shunday zil o'ylashingiz kerak. Shunga bu flash Micromedia shirkati bilan Adobe shirkati asli barliq keltirgan Micromedia shirkati mush shirkat barliq keltirgan eng nodir bir yumshoq detal. Photoshopdan bo'lmagan, uningdan boshqa yumshoq detallardan bo'lmagan bir xil alohida iqtidor seplangan nodir yumshoq detal. Buni uzun zaman gaplashgan vaqtida andin asta-asta tushunib qolasizlar. Flashning qavatlari bir qadar murakkab. Qavatni jiq murakkablashtirib o'tmaylamda. Hozircha mushat to'xtab turaylik. Shunga men bir unim ishlab beray. Misoli, oddiy qilib ma'ni ishlab beray. Ma'nosini ko'rdingizmi?
xatlarni yozmayman, qog'oyalarni ishlab beraman, diqqat qilinglar. Ma'nodan oldim. İlib xasliq bo'lmaydi. Xasliqqa kirib, girvigini jumlaqlashtirma deganga 4 ni berdim. 4 ni berib eklib, bunda qilsam jumlaqlashdi. Birinchi ulab ma'ni sizib oldim. Ma'nini qarasam sirtqisi bir xil siziq bor ekan. Sirtqi siziq. Siziq qora emas ekan, mundaroq rangda ekan. Ichki qismi ma'qul rang ekan-ku. Ichki qismi oqil rang ekan, men ichidagi rangni o'zgartirish deganda men shu xil rangga olib qo'yman. Ilindimi? To'xtanglar, mavi sal qiynaq ketib qopti. Mundaroq qilib qo'yay. Ondan keyin mavi girvekninkini men sal qiynaq qilib qo'yay. Ham bo'ldi. Ondan keyin men mayadan undaq tanlab buning rangini sal suzib qo'yman. Suzildi. Chiqdi-ku ma'nosi. Yakomiz ma'ni endi sal qiynaq qilib olsanglar bo'ladi. Taqlab qiynaq qilib olsanglar ham chiqdi. Yakomiz tadrijiy o'zgarishcha rang olsanglar bo'ldi ma'niki o'qish. Tadrijiy o'zgarishcha rang ekan. Da ikkalasi ma'vo qanday qilyotdi? O'zgaryotdi. Demak bu nima ekan? Bir ilmini ham ilmini to'g'andim konubka ekan. Shuni tanlab turib F8 konubkasini bosdim. Bassam ilmini qaylandirma deydi-ku. Konubka qaylandirma. Konubka qaylandirib, jazmlash deganning yo'q ma'noning ichiga kirib ketdim. Kirib turib vaqt o'qiga kirsam, konubkaning vaqt o'qi boshqa vaqt o'qiga o'xshamaydi. Ko'ringan vaqtida deydi. Men buningga tadrijiy o'zgarishchan rang beraman. Ya'ni tadrijiy o'zgarishchan rang to'kimi. To'kdim. To'kib, tadrijiy o'zgarishchan rangni o'zgartirish deydigan bir qurolimiz bor. Buni bunday eklab o'zgartib, tahrirlab, endi tadrijiy o'zgarishchan rangni rang rayonidan bir taraf qilib beraman. Ma'vo qora rangni eklab, ma'ni sus manda rang o'zgartdim. Endi o'xshash bo'ldi-ku. Ma'nosi o'xshash bo'ldi-ku. Mayaga kelib ma'vosini konubkasini chekib jazmlashtirman. Ma'vos kelgan vaqtida g'ilpal yongan-tugu ma'vo. Yongan unda o's mayli, ma'noni kirdim. Yongan bo'lsa ma'ni undaq surib qo'yman. Surildi-ku. Surilgan bo'lsa qaytib kirdim. Endi qaytib chiqib ketib maydonning yuziga Ctrl Enter konubkasini bosdim. Besib eklab ma'vosini undaq ekasim yeniyotamda. Yasab bo'ptimanmi? Yasab bo'ldim degan gap. Demak, maya tugdi.